Nima uchun masalan oddiy bitta savolda, hech qanday qiyin joyi yo'q buni. Oddiy ishlagani ketgan odam Rossiyaga, Turkiyaga, Koreyaga ketgan odam bo'ladigan bo'lsa, ozgina dokument chatoq bo'lsa deport qilib yuboriladi. Borib turib birov bilan urushib ketadigan bo'lsa, o'sha yerdagi ishlayotgan odamning xo'jayiniga gap qaytaradigan bo'lsa, darrov pattasini qo'liga tutqizib yuborishadi. Lekin nima uchun davlat so'rasa berib yuborishmaydi? Hali qochqinlik maqomini ham olib bo'lmaganlari ham hatto shundaylar bor. Berilmaydi ular. Nima uchun? Sababi nima uchun? Qani, agar haqiqatdan ular shunday shu inson huquqi shunaqa darajada ulug' bo'ladigan bo'lsa, ishlagani bechora borgan odamlar bor. Nima uchun ularni darrov deport qilib yuborishyapti? Nima uchun ular sal o'ylab ko'rishmayapti? Bu qiynalib kelgan-ku demayapti. Nima uchun qaysi davlatdan kelgan bo'lsa, seni fuqaroing qiynalyapti ekan, oyligini yaxshi qilib ber demayapti masalan. Yoki bo'lmasa boshqa narsa ko'rishmayapti-da, darrov yo'qotib yuboryapti, darrov uni masalan haligi qo'ldagi propiskasini ham olib qo'yyapti, quldek qilib yuborishyapti o'sha oshxonadanmi, kafelardan mana o'tirganlar, boshqalarni masalanda. Nima uchun shunday qilinyapti-da? Lekin o'zidan islom to'nini kiyib olgan, islomni musulmonni yasab olgan, da'vatchini yasab olganlar bir tiyinga qimmat 1 gram ilmi bo'lmagan o'sha Parpiyevni yaxshilab silkiting, 1 gram ilm tushmaydi. Hech narsasi yo'q uni. Men buni qochib ketmasdan oldin bu yerda turib gapirganni o'zida men bilganman. Aytganman buni. Bu ilmsiz, endi imomlarimiz juda ko'pchilik ilmsizda deb qo'yganman o'shanda. Ilmsiz odam. Mahmud ilmsiz odam. Umuman ilmi yo'q, faqat gap. O'tirib olib turib, endi bunday qilib gap sotib, safsat sotadigan bo'lsa bo'ldi. Shu bilan bu da'vatchi ekan endi. Shu bilan voizga aylanar ekan endi. Yo'q. Ilmsiz odam. Komil it endi umuman. Men kecha ham aytdim. Misqol zarratun xoyrun yaromish. Bitta oyatni bilmas ekan, bitta kichkina surani hatto to'g'ri o'qishni bilmayapti, ma'nosini bilmagan kim o'zi u? O'shalarni nima uchun himoya qilyapti? Men to'g'ri tushungan bo'lardim. Shayxlar kabi insonlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh saqlasin masalan, o'shalar mana shunday qochqin hayotida bo'ladigan bo'lsa, ularni himoya qilsa, bu odam xalqaro odam. Bu odamni shunday berib yuboradigan bo'lsak, bizga gap tegadi. Yoki bo'lmasa bu inson yaxshi inson, katta inson. Bitta duoibat qilib yuborsam yomon bo'ladi desiz tushunasiz-da. Unaqa emas-ku. Bularni hamma qochqin o'zidan dindor yasaganlar bitta qilib yuboradigan bo'lsa, shayxlarni paypog'iga arzimaydi-yu. Men o sahobalarni, tobiinlarni demay. Shayxlarni paypog'iga yechib yuborgan paypog'iga arzimaydigan odamlar bular hammasi bitta qiladigan bo'lsangiz. Nimasi himoya qilinyapti bularni? Men Alloh guvohligida aytaman. Men himoya qilinganiga asabiylashib, himoya qilinganiga norozi bo'lgan shuni aytmayapman. Sababini aytyapman. Nima uchun himoya qilinyapti? Kichkina va mo'jaz javob. Chunki bular ana shu tashkilotlarning odamlari. U tashkilotlar islomga qarshi tashkilotlar. Har qanaqa nomni qo'ysin. Biz musulmonlar tarafdorimiz, islom tarafdorimiz, inson huquqlari degan har qanaqa nomlarni berib ko'rsin, bitta qilib aytganda, orqasini bunday o'giradigan bo'lsangiz, biz islomga qarshimiz degan narsa turibdi. O'shalarning yugurdagi, o'shalarning laychalari bo'ladi bular. Yana qaytaraman, juda ko'p qismi bilib laychalik qilyapti va qanchadir qismi bilmasdan o'sha laychaligini qilishyapti. Bunga javob yo'qmi? Javobgarlik yo'qmi? Albatta javobgarlik bor. Allohning oldida mana bu qilmishlar uchun albatta javob berishadi. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lgan narsa, ana shu yerda yurganlar, qochqinda man deb yurganlar bor-ku, o'zlaricha go'yo bunday qaraydigan bo'lsangiz, olib ketildi-da, olib ketildi, keyin olib kelib qo'yiladigan bo'lsa, bo'ldi, mana biz zo'r odam ekanmiz shekilli, katta odam ekanmiz deb turib, yana ham fitnani avj oldirmoqchi bo'lib, yana ham og'ziga erk berib, kim beryapti o'sha erkni? O'sha savolni ham bering. O'zi qochuv anaqa edi, qochuvda yuruvdi. Uni olib ketishdi. Keyin olib kelib qo'yishdi uni. Qo'yib yuborishdi. Hech kimga berishmadi uni qaytarib. Qo'yib yuborishdi. Qo'yib yuborgandan keyin yana ham avj olyapti. Nima uchun bo'lyapti? Unga berilyapti o'sha duh. Seni qo'yib yuboramiz bitta sharti bilan. Ana shu sen g'ayratingni, jo'shqinligingni yana ham davom ettira olasanmi? degan va'da bilan chiqarilyapti u yerda. O'sha va'dani berib chiqishyapti va go'yo aytayapman, yarimi bilmaydi. Demak, bular zo'r-ku. Sen yana ham musulmonligini ko'rsatgan da'vatingni qil deb turib menga imkon beryapti deb o'ylayotgan bo'lishi ham mumkin. Va 50% ayniqsa shu mubashshirga o'xshaganlar ham boshqalar ilmli odamlar ular. Har holda ilmli odamlar. Men to'laqonli ilmli demayman. Har holda ilmi bor odamlar juda yaxshi bilishadi. Sen davay o'sha holatingda o'sha halinaqa nima deydi? Keskin gaplaring bilan davom eta olasanmi deganida musulmonni yaxshi ko'rgandan qilmayapti. Ana shunda qanaqadir islomga yomonligi borligini ular yaxshi bilishadi. Va bilib turib mana shu ishda davom etishyapti. Men aytmoqchimanki, tavba qilsinlar.
bular hali ham kechmas. Tavba qilsin, bu davlat avvalo Alloh taolo kechiradi. Tavba qilganda har qanaqa tavbani shirkdan boshqasini kechiraman degan kechiradi. Tavba qilsin hammasi. Men mana shu qochqinlik, shuni orqasidan beriladigan menga mukofotlar, pullarga qiziqib ketib qolib va qarasam qahramonga aylanar ekanman, qochqin bo'lib gapirib yuradigan bo'lsam chet ellarda. Mana shunga men ishonib qoldim. Alloh taolo kechir meni. Bo'ldi, men o'zim hayotimni yashayman. Mayli, kechirsa davlat ham kechirsin. Kechiradigan bo'lsa, so'z beradigan bo'lsa, borib qaytib o'zim oilam bilan mahallamda maza qilib tinch musulmonchiligim qilib yashayman. U kechirmaydigan darajada men haqorat yomon ishlar qiladigan bo'lsam, kechirguncha kutamanda, bu yoqda ham jim, ya'ni qo'pol gapirganda ketimni qisib, o'zim ishimni, biznesimni qilib yuraman. Siyosatga aralashmasdan, har xil bunaqa fitnalarga aralashmasdan desin. Ularga imkon hozir ham bor. Men hozir ham bor deb ayta olaman bu narsani, inshaalloh. Fitnadan uzoq bo'lsinlar va bularning hammasi o'yin. Oddiy o'yin. Boshqa narsa emas va inshaalloh bu o'yin ekanligini, asli ular kimlar ekanligi ularning basharalari fosh bo'lgandan keyin inshaalloh bu narsaga yana ham amin bo'lasizlar va mana shu gaplarimni eslaysizlar degan umiddaman.